Birliklar sonini topish. Birliklar sonini topish nima? Birliklar sonini topish bu alohida hajm yoki birliklarning nechta ekanligini aniqlash tushuniladi. Bu birliklar sonini topish turli sohalarda qo'llanilishi mumkin. Matematika, iqtisodiyot hamda boshqa sohalarda, biznesda ham qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, agar umumiy qiymat va bitta birlikning qiymati ma'lum bo'lsa, birliklar sonini aniqlash uchun bo'lish amali bajariladi. Demak, bizda buni qisqacha qilib olganda umumiy qiymatimiz ma'lum bo'ladi hamda yana bitta kichik qiymatimiz ma'lum bo'ladi. Biz ikkinchi kichik qiymatni topib olishimizga to'g'ri keladi. Bu mavzuning mazmun mohiyatini masalalar yechish davomida tushunib olamiz. Endi bunga bu mavzuga aloqador oddiy misol qilib keltirsak, 200 kilogramm shakarimiz bor bo'lsa, o'sha shakarni 5 kilogramlik qoplarga joylab olsak, bizda qancha qop bo'lishini topishimiz kerak. Bunda 200 ni 5 ga bo'lib olib 40 ta qop bo'lishini topamiz. Demak, biz birliklar sonini topish mavzusiga tegishli bo'lgan masalani yechib ko'rdik hozir. Bizda birliklar sonini topish mavzusida faqat bo'luv amali asosida ishlanadi. Boshqa amallar ham ishtirok etishi mumkin, lekin mavzuning asosiy qismi bo'luvdan iborat. Endi shunga oid masala misollarni yechib ko'ramiz. Masalamizda keltirilgan. Doniyor do'konda ishlaydi. U 1 soat uchun 6000 so'm ish haqi oladi. Agar hafta davomida 4 kun ishlab, jami 144 ming so'm ish haqi olgan bo'lsa, ushbu haftada Doniyor necha soat ishlagan? Biz har qanday masalada birinchi kattasidan maydasiga o'tib olamiz. Bu yerda soat ishlagan deyapti. Soatimiz mayda qiymat bo'lganligi uchun oldin soatdan kattaroq qiymat topib olishimiz kerak. Ya'ni biz bir kunda qancha summa ishlaganini topib olishimiz kerak. Buni yetishini hozir ko'rib chiqamiz. Endi masalaning ishlanishini ko'rib chiqamiz. Yechish. Birinchi amal qilib aytib o'tganimdek, birinchi kattasidan maydasiga o'tib olamiz hamda shunaqa qilib 144 ming sonini bo'lib olishimiz kerak 4 ga. Chiqqan javobimiz esa 36 ming. Demak, biz bu bilan birga Doniyorning bir kunlik ish haqini topib oldik. Endi Doniyor har bir soati uchun 6000 so'mdan olardi. Doniyor kuniga 36 ming so'mdan topgan bo'lsa, demak 36 mingni bo'lib olishimiz kerak 6000 ga. Chiqqan javobimiz bo'ladi 6 soat. Matematikada soat H harfi bilan birga belgilanadi. Ya'ni H. Demak, Doniyor bir kun uchun 6 soat ishlagan hamda 36 ming so'mdan ish haqi olgan. Keyingi misolga o'tib borsak, 12 metr kvadrat bo'lgan maydonni kafelar bilan qoplash uchun 3,360,000 so'm mablag' sarflanibdi. Bizda 1 kvadrat metrni kafelar bilan qoplash uchun sarflangan mablag'ni topishimiz keltirilgan. Keyin esa 120 metr kvadrat bo'lgan maydonni kafelar bilan qoplashga qancha mablag' ketishini topishimiz aytib o'tilgan. Buni yechishi bilan birga tushuntirib o'tamiz. Demak, bizda umumiy qiymat ma'lum, ya'ni 3,360,000 so'm ma'lum. Yechish umumiy qiymat ma'lum. Ikkinchi kichik bo'lak ma'lum. Mavzuni boshida aytib o'tganimdek, umumiy qiymat ikkinchi kichik bo'lakka bo'linadi hamda keyingi kichik bo'lak topiladi. Bu bilan birga biz birliklar sonini topish mavzusiga tegishli masalani ishlagan bo'lamiz. Birinchi amal sifatida, ya'ni biz A variantini ishlayapmiz. 3,360,000 ni bo'lib olishimiz kerak 12 ga. Chiqqan javobimiz esa 280 ming. Demak, biz bu yerda hozir 1 metr kvadrat kafelni
1 metr kvadrat joyni kafel bilan qoplash uchun ketgan mablag'ni topib olyapmiz. Bu A uchun edi, bu A varianti uchun edi. Endi B varianti uchun ikkinchi amalga o'tsak, endi xuddi shunaqa kafel bilan birga qoplanadigan maydon, xuddi shunaqa joy, xuddi shunaqa mablag', faqat biz 20 metr kvadrat uchun topishimiz kerak. Bizda 1 metr kvadrat uchun ma'lum, ya'ni 280 ming so'm 1 metr kvadrat uchun. Endi o'shani 1 metr, 1 metr, 1 metr, 1 metrdan qilib ko'paytirib 20 metr kvadrat joyni topganimiz uchun biz 280 mingni ko'paytirib olishimiz kerak 20 ga. Chiqqan javobimiz esa 5 million 600 ming so'm bo'ladi. Mavzu shundan iborat edi. Savol yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, kommentariyaga murojaat qilishingiz mumkin.